Bu Buxoriy rivoyat qilgan hadisni ko'pchiligimiz bilamiz. Takror eshitganmiz. Xosatan bu hadis ko'pincha qorilarga xoslanib qolgan. Mana Usmon roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Usmon roziyallohu anhu aytdilarki, qola Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Xayrukum man ta'allamal Qur'ana va 'allama." Xayrukum degani sizlarning eng yaxshilaringiz. Kim? Ta'allamal Qur'an, Qur'onni ta'lim olgan va 'allamahu va uni o'rgatgan. Qarang, Qur'onni ta'lim olish, uni harfini o'rganish, harflarni tanish, Qur'onni yodlash, tajvidi, uni nosikh mansuxini bilish, ahkomlarini bilish, mutashobihlarini ajratish. Xullas, Qur'on ilmiga tegishli hamma ilm, hatto hadislar ham bunga kirib ketadi. Hadislarni o'rganamiz, sabab bu Qur'onni sharhi bu hadis hisoblanadi. Qur'onni hadisiz umuman tushuna olmaymiz. Shuning uchun ham hadis o'qigan odam ham Qur'onni man ta'allamal Qur'onga tushadi. Faqat qorilarga faqat yodlab olishga emas bu. Umumiy va buni o'rgangan odam va uni boshqalarga o'rgatgan odam eng afzal inson bo'ladi. Kimni so'zi bilan? Albatta Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni shohidligi bilan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytlayaptilar. Sizlarning eng yaxshilaringiz mana shu odamlar. Siz ham Rasululloh aytgan eng yaxshi insonlardan bo'lmoqchi bo'lsangiz, bu yo'lga qadam bosing. Qur'onni o'rganing, harflarini o'rganing, tajvidini o'rganing, uni nosikh mansuxini, ma'nolarini tadabbur qiling, o'qing, fahmlang, da'vat qiling, eng yaxshi insonga aylanasiz.